qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Amerika olimlari Xitoyning Sharq Turkistonda boshqarilgan bomba saqlash asliyalarini taraqqiy qildirayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika olimlari federatsiyoni tayyorlagan bir dokladga asoslanganda, bu yerda 110 boshqarilgan bomba bazasi bor ekan. Amerika davlat mudofaa amaldorlari Xitoyning boshqarilgan bomba zapasiga ko'ngil bildiganligini aytdi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, bu Xitoyning Sharq Turkistonda yaqinqi 2 oy ichida qurilayotgan ikkinchi yangi boshqarilgan bomba bazasi ekan va Xitoy texnik ko'p yadro qurollarini saqlab o'tibdi. Oldingi oyda Washington pochtasi gazeti Gansu o'lkasining g'arbiy shimoliga yiroq joy Yemen shahrida 120 boshqarilgan bomba iskalatining bayqalganligini xabar qildi. Amerika olimlar federatsiyonining 26-iyuldagi xabariga asoslanganda, Yemen shahrining g'arbiy shimolidagi 380 km yiroqlikdagi Xami degan joyda yangi ta'sis insho qilinmoqda ekan. Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoyning 200 dan ortiq yadro qurolining borligini 2020-yildagiga qaraganda yadro qurol amrini bir qatlashni planlayotganligini aytdi. Bu xabar Amerika bilan Rossiya qurol kontrol qilish suhbati o'tkazishga tayyorlik qilayotganda e'lon qilindi. Bu qitimqi Amerika tashqi ishlar ministri Wendy Sherman bilan Rossiyaning ma'lum tashqi ishlar ministri Sergey Rybkov o'rtasidagi suhbat qo'sh taraflik yadro qurolsizlantirish suhbatini yanglashning tunji qadami deb qaraldi. Amerika davlat mudofaa ministrligining bir qismi bo'lgan Amerika strategik qo'mondonlik organi strategik to'saqlarga mas'ul. Amerika strategik qo'mondonlik organi 2 oy ichida ikkinchi qatim dunyo duch kelayotgan tahdidlar va maxfiyatliklar haqida xabarga erishganligini aytdi. Sharq Turkistondagi boshqarilgan bomba saqlash aslihalari Soda sun'iy hamra tasviri orqali bayqalgan. Keyin sun'iy hamra tasvir hosil qilish shirkati planni yuqori aniqlikdagi rasmlar bilan ta'minlagan. Tahlilchilarning deyishicha, Amerikada taxminan 3800 yadro quroli bor ekan. Xitoy Xitoyni bostirish bilan aybladi va haftaning 5-ida Sharq shimolidagi Tianjin shahrida o'tkazilgan yuqori darajalik suhbatda Amerika hukumatini jazo va tamojna bejini bekor qilishga chaqirdi. Ikki davlatning munosabati har ikki taraf va dunyo uchun intayin muhim. Prezident Donald Trump hokimiyat yurgizgan mezgilda munosabat nacharlashdi. Prezident Jo Bayden Xitoyga qarshi davomli qattiq tadbir qo'llandi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikani Xitoyga zulm qildi deb aybladi. Dushanba kuni Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Xiao Feng Amerikaning razil deb qaralganligi uchun Xitoyni alvastlashtirganligini aytdi. 7-oyning 26-kundagi suhbatdan keyin kelgusi bir necha oy ichida ishlarning yaxshilanganligini ko'rishning qiyinligi mo'ljallanmoqda. Xitoy chorshanba kuni Talibanning rahbari Molla Abdul G'ani barodarni mehmon qilib, Talibanni Afg'onistondagi muhim bir askariy va siyosiy kuch deb maqtadi. Shundaqla Sharq Turkiston Islom partiyasi va boshqa terrorchi tashkilotdan pokizlanishni xohlaydiganligini aytdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Sharq Turkiston Islom partiyasining qaytadan maydonga chiqishidan ansirab, Tianjinda Taliban rahbari Molla barodar bilan ko'rishdi va Afg'onistonning milliy realligiga mos keladigan keng va uyg'un siyosiy qurilma, ijobiy obraz barpo qilish to'g'risida maslahatlashib, biz Afg'oniston talibanlarining davlat va millatning manfaatini oldingi o'ringa qo'yib, tinchlik suhbatining bayrog'ini egiz ko'tarib, tinchlik nishonini o'ttirg'a qo'yib, aktiv obraz tiklab, uyg'un siyosatni yo'lga qo'yishini umid qilamiz. Cho'nqur aloqalashgandan keyin biz tinchlikni qo'g'dishish, urushning kengayishidan saqlanish va Afg'onistonda keng ko'lamli ichki urushning kelib chiqishining oldini olish uchun barliq tirishchiliklarni ko'rsatishni o'z ichiga olgan birlashma harakatni boshlashni qaror qildik. Sharq Turkiston Islom partiyasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi tomonidan bekitilgan xalqaro terrorlik tashkilot bo'lib, Xitoyning davlat bexatarligi va zamin butunligiga bevosita tahdid soladi deb Amerika terrorlik tashkiloti tizimligidan allaburun chiqarib o'tgan Sharq Turkiston Islom partiyasini tishlab tortgan. Beijing uchun muhim bo'lgan ish Suriyadagi islom davlatining va Sharq Turkiston Islom partiyasining Afg'onistonda qayta tashkillanishi. Wang Amerika armiyasining butunlay chekinishdan ilgari Afg'onistonda tezli ilgarilayotgan talibanlarning orasida Sharq Turkiston Islom partiyasining mavjud bo'lishiga Amerikaning yo'l qo'ymasligi kerakligini aytdi.
Xitoyni ziyorat qilgan Molla Baradar Beyjingni ishonchli do'st deb atadi va uning gruppasining Afg'oniston zaminida har qanday kuchni qo'llanishga yo'l qo'ymasligini kafolatlantirganligini, ya'ni Afg'oniston talibanlari har qanday kuchning Afg'oniston zaminidan foydalanib Xitoyga ziyonli harakatlar bilan shug'ullanishga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yakınki dokulatında yüzlеген Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı cangçılarının Badaxshan rayoniga kelganligini, bazı teşkilatı ve Pakistandagi Tehran Taliban Pakistan qurolli kuchlari bilan birlashib Pokistonga qarshi turadiganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan axborot e'lon qilish yig'inida Wang Afg'oniston talibanlarining Afg'onistondagi muhim harbiy va siyosiy kuch ekanligini ko'rsatib, davlatning tinchligi, yarashishi va qayta qurish musobaqasida muhim rol o'ynaydiganligini ko'rsatdi dedi. Күзәткүчеләр Талибанның Ирак Шам Ислам дәүләте белән Әл-Каида базы тәшкилатының bir qismi булган уйгыр кураллы көчләрне Хитайга кугылап чыгарыш яки тапшырып бериш bir мөшкил вазифа булышы мөмкинлегенә оттырга койды. Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Lloyd Austin çarşamba günü 2 günlük ziyaretini başlap Şərq Cənubi Asiya dövlətlərinin biri bolğan Xitay bilan zimin talaş tartışığa petib qalğan Vyetnam bilan bolğan aloqani kuchaytmoqchi bolğan. Austin Singapurda qilgan so'zida o'zining Prezident Joe Biden kabinetining a'zosi sifatida tunji qitim ziyoratda bolğan rayondagi tunji bekiti ekanligini, seshanba kuni Xitoy bilan ijobiy, muqim munosabat o'rnatishga bel bog'laganligini, buning bilan Xitoy xalq ozodlik armiyasi bilan bolğan aloqada texnik kuchli kriz yuz berganligini aytdi va Beyjingning butkul Janubiy dengizga bo'lgan tashabbusining xalqaro qonunda asosi yo'q ekanligini, rayondagi davlatlarning egilik huquqiga daxl taruz qilganlik bo'lganligini qayta ta'kidlab, Amerikaning bu rayondagi dengiz bo'yidagi davlatlarning xalqaro qonundagi huquq manfaatini qo'g'dishini davomli qo'llaydiganligini, Amerikaning Yaponiya va Filippinni qo'g'dash shartnomasidagi majburiyatini ado qilganligini aytish bilan bir vaqtda Xitoyning Hindistonga tajovuzchilik yurgizishi, Tayvan xalqiga harbiy harakat va boshqa shakldagi majburlash harakatlarini muqimlashtirishi, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tilga oldi. Austin payshanba kuni, ya'ni bugun atdiganda Vyetnamlik gazetchi Fan Wang Jang bilan ko'rishgandan keyin juma kuni Filippinga qarab yo'lga chiqmoqchi ekan. Şərq Türkistan Allah'ın mülki işçiden bizge varislik hukuku verilgen vatandır. Şunun üçünmü biz Allah'ın təvərriki bolğan bu vatanni anımızını söygendek söyüşimiz, anımızını asırgandek asırışımız, anımızını qoğdagandek qoğdışımız, anımızga köyüngendek köyünüşümüz aqalli insani mecburiyetimizdir. Mana şu mecburiyet duygusunun ölçemlik atılışı vatanperverliktir. Mana şu mecburiyet duygusu, buruç duygusu bizni qurban berishga, jafoga chidashga, shaxsiyatimizdan kechib uning uchun xizmat qilishga undab turadi. Bu tuyg'u Allah sevgisidan tug'ilgan bo'lg'achqa, Allah sevgisidan qolsa hayotimizga eng muqaddas tuyg'u vatan tuyg'usidir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.